Duplex xonadonimizni kalkulyatsiyadan boshlaymiz. Tepamizda 142 kvadrat, okey. 1000 so'mdan berasiz, 142 ming bot. Pastimizga keladigan bo'lsak, 124 kvadrat, 5 so'mdan bersangiz, mana 62 ming bot. Bunga qo'shamiz 142 mingni, shunda общий 204 mingga sizga 266 kvadratli uyni ko'rsataman. Novostroyka dom, massiv Beltepada joylashgan duplex xonadon. Kiruvishdan boshlaymiz. Asosiy kiruvirish, kirib keldik. Bizani mana shunaqa katta hol qismimizni kutib oladi. Birinchi xonadan boshlaymiz, chap qo'limizda. Bu bizda proyekt bo'yicha okamlar erkaklar uchun zal qilib qo'ygan ekanlar. Tepa qavatimizda ikkita zal qilingan, bittasi erkaklar, bittasi ayollar uchun mo'ljallangan. Kirdik, shundoq yonida bo'lsa, bu bizani mana shu ikkinchi zalimiz. Bu zalimizni yondagi zalga nisbatan kattaroq. Agar sizga ikkita zal kerak emas bo'lsa-chi, okey, bemalol bu yoq tarafimizdan bitta xona qilib foydalansangiz bo'ladi. O'rtada bu yerda bizani общий sanuzyulimiz o'zini vannasi bilan joylashgan. Domofonlarimizgacha qilib qo'yilgan. Kirdik xonadonimizga o'ng qo'lda yana bitta gostivoy bizani общий sanuzyulimiz. Shundoq yonida bo'lsa, bu bizani birinchi qavatimizdagi 3-xonamiz. Birinchi qavatda o'zida cho'kka proyekt bo'yicha 5 ta xona. Bilmayman, bu sizni katta oilangizni o'zining ichiga bemalol sig'dirib oladigan xonadon. Bu bo'lsa bizani 4-xonamiz. Bolalar uchun mo'ljallangan. Va albatta shundoq bu xonamizning yonida bo'lsa master spalnamiz 5-xona, 2 ta zal, 3 ta yotoqxona va bu yotoqxonamizning bo'lsa o'zining ichida mana shunaqa dushvayasi va sanuzyuli bilan qilingan. To'qilli qavatimiz. Tushdik, o'ng qo'lda bitta katta zona, bemalol bitta xonaga bo'lsa bo'ladigan sharoiti bor. Podest tarafdan alohida kirish eshigimiz. Keyin sizda savol tug'ilyapti-ku, oshxona qani deb. Oshxonani akam mana shunaqa to'qilli qavatga joylaganlar. Ko'rayotganingizdek, juda chiroyli stilda, ya'ni klassik stilda oshxonamizni bitirib qo'yilgan. Albatta, peredelka qilib yuborish unaqa katta ish emas. Agar tepaga olib chiqib qo'yaman desam ham muammosi yo'q. Va tushdik, chap qo'limiz bizda shunaqa open space holatida turibdi. Bemalol siz bu joyimizni xohlasangiz, ikkita xonaga xohlasangiz, mashitda o'zini bemalol zal qilib foydalansangiz bo'ladi. Divanni zona qilasiz, stol zona qilasiz yoki mashitda zal qilib, tashqaridan mana ko'chadan kiradigan qilib, mehmonlarni kutadigan joy qilib qo'yasiz. Novostroyka domimizni zo'r taraficha betonkadan keyin karmashka bor, karmashkadan keyin turibdi. Yo'llar shovqini uncha eshitilmaydi. Zo'r tarafi mana navesimizdan tegida bitta mashinaga parkovkasi bor. Undan tashqari orqa tarafda agaroti bor. Ikkita mashinaga bemalol parkovka qilsa bo'ladigan sharoitlari bilan. Narxini boshida aytib, Primoy o'rta kashtasiz joyi egalarining telefon raqamini ham yozib qo'ydim.